bugun 3-fevral kuni почти O'zbekistonning yarim aholisini shaxsiy ma'lumotlari darnekka chiqib ketdi. Bu nima degani? 15 million O'zbekistonlikning shaxsiy ma'lumotlarini hakerlar o'g'irlabdi. Shaxsiy ma'lumotlarni olish hakerlarga nima beradi? Endi sizni plastik kartingizdan pul o'g'irlashlari osonroq bo'ladi yoki-da sizning nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirish ham oson bo'ladi. Chunki ularda уже ism, familiya, shaxsiy ma'lumotlaringiz, IDlaringiz, nomeri, hamma narsasi bor. Ularga shunchaki kerak bo'ladigani bitta SMS raqam bo'ladi. Любой moshennik telefon qilish mumkin. Endi bu yog'i qiyin bo'ladi. Onlayn kredit olmaslikni bitta yo'li bor. MyGov platformasiga shuni kirasizlar, poiskka kredit olishga taqiq qo'yish deb yozsalaringiz, shunday chiqadi. Taqiq qo'yish yoki taqiqni ochish degan narsa bor. Taqiq qilib qo'ysalaringiz, siz nomingizga kredit olib bo'lmaydi. Lekin plastik kartingizdagi pullarni o'g'irlatib qo'yishni xohlamasangiz, sizga telefon qilib kod so'ragan hech kimga ishonmang. Bu narsa bugun 3-fevral kuni bo'ldi. Bu haqda Kunuz ham gapirdi, boshqasi ham hamma gapirib chiqdi. Endi bu yog'iga faqatgina ogoh bo'lishimiz kerak, chunki bu degani O'zbekistonning teng yarim aholisini voy, onas videoni maksimalni tarqatinglar. Bu hazil narsa emas. Like bosinglar, tanishmasmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar tarqatinglar, kommentariy yozib qoldiringlar. Kiber jinoyatchilarga o'lja bo'lib qolmaylik.